tarvuz yegim kelib qoldi-da. Tarvuz? Yaxshi. Mana shunga. Bitta tarvuz beradimi? Beradi. Yetmaganda o'zimiz yetkazamiz. Barakalla. Boring. Hozir his qilamiz. Assalomu alaykum hoji. Doniyor, tez xonamga kirgin. Bo'ldi. Mumkinmi hoji? Mumkin, kel. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kimsiz? Doniyor. Nimaga aka? Menga qara. Mana pulni olganda borib tezda bitta tarvuz olib kel. Bo'ldi hoji, biz qaramiz. Bo'ldi. Bitta. Ha, zo'ri bo'lsin, qara. Shefni tarvuz yeglari kelib qopti. Xalq tez bo'ldi. Nima xizmat xo'jayin? Shu desangiz Qodirbek xo'jayinni tarvuz yegalari kelib qolibdi. Tarvuz? Mana shu 200 mingni olasiz. Aha, bitta yaxshi tarvuz olib ketasiz. Sizlar sizga to'liq qolay olasiz. Juda ham saxiysizda xo'jayin. Rahmat, xo'jayin. Tezlashtir. Bo'ldi. Shirin tarvuzlar bor, kelib qoling, yaxshimisiz? Keling. To'rtta tarvuz bering. Tag'in pulni so'rab yurmang. Hokimiyatdanman. Hokim buvani o'zlariga tarvuz. Sizlardan pul so'rab ahmoq bo'pmanmi? Sizlardan pul so'rasam 2 kunini solasizlar-ku boshimga. Tanlab olavering, teshib chiqsin. Mumkinmi, hokim buva? Mana. Siz xohlagan tarvuz eng zo'ri. Ajoyib. Qaraychi, dehqonlar mendan minnatdormi? Minnatdor xo'jayin. Ular boymi? Albatta-da. Hokim buva, sizni va faqat sizni duo qilishyapti. Hokim buva. Bitta tarvuzni $100 sotganda